yuqorida Musa hocam so'zlab o'tgandek, buningki masalan Milliy Birlik Shurasi tarafi sirtqi ko'rinishda amaldan qoldirilgandek turgan bilan bu qatim hammani quchoqlagan asosda hech qachon ilgari qatnashib boqmagan butun tashkilotlarni ko'rgan bo'ldik hamda. Bumi sizga bunga bir qo'shimcha qilsiz deyman. Nimani tushundirdi bundan keyingi harakatimizga, da'voyimizga. Shundaqla yana bir savolimni so'rab o'tay. Yig'inda nurg'un siz albatta so'z qildingiz, yana uni so'rayman. Nurg'un temalar, nihoyatda muhim masalalar o'tirib qo'yildi, hammasi so'zladi hamda. Qanchalik amaliy jihatda ijro bo'lyapti bular? U yerda har yil kelyapsiz bu yig'inlarga. Yoki so'zlab anglab qo'yib, shundan tugayotamdi yoki uning bir so'riqini qilyapsizlar. Buni bir millatga bir tushuntirib bersangiz. Ma'rif jamiyati raisininki yuqorqi bayonotiga qo'shimcha qilgan bir jumla so'z desam bo'ladi. Xo'sh. 3 tane asosli chaqiriq desak bo'ladi. İngilizcede call deydi. Çağırık. Yani birincisi islahat. Bu hem işimizni ıslah kıldıgan, hem başka kırındaş teşkilatlar bilen ilgiri qilib bakkan, yakınlaşıp bakkan tüzümlerimizni, münasebetlerimizni ıslah kıldıgan, başka yollarımızı ıslah kıldıgan, hatalıkımızı ıslah kıldıgan bir jarayonga biz qadam qo'ydik desek bo'ladi. Islah qilaverdik desek, men xatalashib qolaman. İkincisi qarindoshlik degan narsa. Qarindoshlik degan chig'imizda biz yillardan beri boshlanishdan burun raismi deb o'tib ketdi. Sahalardagi yoki tunish odamlarni chaqirib akkilish, bularning ichida qarindoshlik o'rnatish degan o'zi dedi-da. Xo'sh. Buning da bir o'zgargan shakli gerçeklik şuradek görünmesi mi? Emniyet şuranın rolünü oynayan bir qarindoshlikni qildik. Yani şu xalqaro sahnada sahnaning tepasida xizmat qilayotgan tashkiliy qurumlar cho'ngidan tortib kichikcha yerlikdan tortib sirtqicha bo'lgan hammasininki mumkin bo'lsa bular da'vat berish, bular bilan fikrlashish, o'zimizning birinki, ya'ni mening oldingi qitim suhbatimdagi tayyorlik uchun bularni bir yerga chaqirib suhbatlashadigan maydonimizda isloh qildik desak bo'ladi. Hem de şu ko'pincha tarafda imkoniyat yer verganlar keldi, yer vermaganlar bunga ijobiy ma'no berdi. Xo'sh. Üçüncü noktadan hamkorlik degan noktasida bu hamkorlik degan aniq bir tabiri bo'lmaydi bu odamda. Desa nimaning hamkorlashding, lag'man etishdimi, polo yeyishdimi deganda gap chiqib qoladi. Hamkorlik degan narsa biz yillardan beri Sharqiy Turkiston va Uyg'ur tashkilotlari birlashaylik, bir ish qilaylik, millatimizga bir umid keltiraylik degan narsa to'g'ri bu diskussionlar bo'lgan. Dunyo Uyg'ur qurultayi necha qitimliq qurultay chaqirgan, 2-3 qitimli oliy kengash chaqirtilgan. Bu masalada hammamiz chaqirib o'xshashdi. Ya'ni hamkorlashaylik degan chaqiriqlar bordi. Ham buningki amaliy qadamlarini zot qayadan qanday olganchig'imizda texdimi bir islohlashgan, qarindoshlik kuchaygan, anandagin hamkorligi amaliyat nuqtasiga o'tadigan shaklga akildigan degan to'g'riliq dastlabki munoziralar, muhokamalar va shunday amaliy qadamlar ilindi. Allohga shukrlar bo'lsinki, hamda bu qarindoshlik uchrashiga mayli Türkiye coğrafyasından olsun, yıllardan beri o'zining musofasini jiroq tutgan taraflarning hammasi keldi. Bu bir g'alaba bo'ldi. Ikkinchidan xalqarodagi cho'ng, masalan, g'arb davlatlarida nupuzli xizmat qilayotgan Dunyo Uyg'ur qurultayi bo'lsin, yoki bo'lmasa davlatning mustaqillik nuqtasidan bu o'zgarmas bir siyosiy kuch deb qilayotgan Sharqiy Turkiston surgun hukumatining nuqtasidan bo'lsin, yoki bo'lmasa bizning askariy bayatını deb o'tdim, askeri tayyorlik qilishimiz kerak degan narsani. Askeri kuchi hozir amaliyotda ijobiy jihatda bir davlatning mavjud bo'layotganligidan bu bir imkoniyat nuqtasidan bo'lsin, hamma narsa muzokaraga kirdi. Bu narsalarni qanday qilgan chog'da mush millatimizning manfaati uchun bir yerga kelib, o'zimizga mustaqil bo'lgan bir iqtisod yo'llarini ochadigan, ya'ni iqtisodiy kanalda, iqtisoddan boshqa resurssiz barliq kerak bo'lgan manba yo'llarini qanday ochqil bo'ldi degan to'g'riliq dastlabki qadamli bir muzokara boshlandi. Buni ikkinchi qadamliq ijroiyat nuqtalarini ikkinchi savollarga bog'layman. Zodi buningda deyishdinglar, cho'ng gapni qildinglar. Amaliyot ijro qilgan kuching bormi yo'qmi? Yoki bo'lmasa qanchalik vaqt ijro qilasan degan savolni so'radilar. Xatolashmasam. Xo'sh. Biz o'zimizning kimligidan bizning kimligimizni boshqalar anlatyapmiz hozir. Xatolashmasam. Bu narsani avval o'zimiz tushunishimiz kerak-ku.
Yani Şarkı Türkistan davası degan zat nima degan chog'da bizning o'zimizning tushungan nuqtasini shu qadar chopib ko'rsatdik. Ya'ni tirishchanlik ko'rsatdik. Bu degan manda da'vo, mustaqillik da'vosi, manda amalga oshir, uni bunu dedik-da. Ama bu narsa nima? Yani 3 xil omil bor. Yani xalqaro jamiyat, hozirgi jamiyat, xalqaro dunyo, shu tashqi dunyo. Ikkinchisi Sharqiy Turkistondagi vaziyat. Üçüncüsü bizning raqibimizning vaziyati qatorliq 3 cho'ng vaziyatga bog'lamay turib, o'zimizningki hisobini o'zimiz qurg'asa bo'lmaydiganlik bir nuqtasini to'nib ketgan bo'ldi. Xo'sh. Demak, buni amaliylashtirish jarayonida mushu 3 cho'ng sohani qanday qilganchada to'g'ri analiz qilib, anakin o'zimizning kimligini qaytadan yozib chiqib bo'lmamdi degan savolga kelib qoldik. Hamda bu savolninki ijro jarayonida Allohga hamdlar olsun. Biz taraflar bilan shu qancha kunning o'zida bu yerga yerlik tashkilot mansublari bilan bo'lsin, ayrim ko'rishishlarni, boshqa cho'ng taraflar bilan bo'lsin, bular bilan so'zlashishni, hatto fikrimizni qaysi taraflar bilan texnik kengaytirib bo'ladi degan o'zimizning analizlarimizni hozir tayyorlik bosqichida. Shu sababdan Sharqiy Turkiston Milliy Shura Kengashi degan nom garchi ismi chiqmagan bo'lsa-mu, amaliyot uning tayyorlik bosqichini ishlagan bo'ldi. Endi biz bunun tayyorlik bosqichini hozir reisim bir nima deydi, tashkilotlar birligining raisi boshqon Nur Muhammad balki bu to'liq izoh beradi. Buni men qilmayman. Buni biz birlikda qilamiz. Mushu sohada o'tirg'i chiqqan, kuchli deb qaralgan, xalqimiz qabul qilgan taraflar bor bu yerda. Xo'sh. Ular men inkor qilmayman. Mushularning hammasi bilan bir muzokaraga kelib, zaten hammasiga o'xshash bir savolni. Ya'ni o'xshash holatimizni tunishtirish. Biz zaten qanday holda degan bir shaklni ularning ideyasi o'tkazish, endi oxirida biz zaten boradigan manzil nima? Bu manzil yetish yerini qo'llanadigan choramiz nima degan bu ma'nosini rasmiy holda qog'oz yuziga ochiq muzokaralashish, qog'oz yuziga muzokaralashgan narsalarimizni qaysi ijro bo'ladi, qaysi ijro qilish jarayonida qanday qiyinchiliklarga uchraymiz, qanday tadbirlarni olamiz va bu yetish jarayonida kimlar bilan birga, ya'ni tashqi resurs dedi-ku dunyodagi başka yaşayotgan davlatlardagi o'zimizning xalqimizning ichidagi qatorliq manbalardan qanday foydalanamiz va bu manbalarningki kelish yo'lini yoki buluqini ya bo'lmasa kelgusi ulanish nuqtasini buzib yetadigan Xitoy degan bu davlatga, Xitoy degan bu davlatning iqtisodiga, Xitoy degan bu davlatning harbiy kuchiga, Xitoy degan bu davlatningki xalq yoki bo'lmasa tashqarida qilayotgan cho'ng yolg'onchilik propaganda siyosatlariga qanday taqobil turamiz degan to'g'risida amaliy bir qadam olsak degan dastlab muzokara bu qitim tashlandi. Bu qitim amdaligi garchi ilgari o'zimiz e'tirof qilmayotgan, yo'q zot mentim biz menda yaxshi ishni qilib ketdik degan narsaning hammasiga xotim berildi. Hech kimning yaxshi ishni qilolmaganligi o'tirg'i tushdi bu yerdan. Ya'ni qurultayninki raisi, qurg'uchi raislardan tatib keldik. Boshqa taraflardan taklif qilindik. Boshqa tarafdan odamlarning hammasini keldik. Amaliyotda bu 76 yillik, ya'ni mustamlikaning 76 yiliga qadam qo'ygan bugungi kunda mushu masala endi 76 yildan keyin muzokara qilinamda men o'zimizning kallasiga, yuragiga, vijdonimizga, g'ururimizga bir savol qo'ygan bo'ldi. Undaqda yana 76 yil yashamdik. Yani 76 yıl mustamlakachilar so'ralin palaslik bilan, muzokara bilan, yig'inlar bilan o'tab ketamdik. Yoki bo'lsa o 7 qitimliq yana qarindoshlik uchrashuv o'tkazib, mayada yig'in zali qilib Turkiyada necha qitimliq qurultayning bizimiz o'tkazib ketamdik. Yoki bo'lsa o'zimizning yana bir tarafini o'zimiz e'tirof qilmay, u yerda gullangan shaklini biz e'tirof qilmay yo qabul qilmay qutublashib ketamdik degan masala qanday xotimi berish? Qanday qilgan chog'da eng qisqa muddat ichida strategiyani yaxshi bosgan, buning ma'vo oshkora yoshirin qismini to'g'ri tahlil va analiz bilan, amaliyotchan siyosat prinsipi bilan o'zimizning ichida pishqan va ahdiga vafo qilgan taraflar bilan istixborotimizni kuchaytirgan, iqtisodimizni to'liq foydalangan shaklda millatga bir umid bag'ishlaydigan bir holatni eng tez shaklda shakllantirishni o'zimizga bir va'da oldik boshda bu yerda. Ya'ni bu va'dani tashlab Mujla qilishdan zo'rlik qilamiz. Qolgan qismini amaliyalashtiramiz degan savolga men deyman, Alloh xolasa men o'rtaga tushgan bo'lsam, mendan boshlaymiz buni. Ya'ni men bir da'vogar bo'lib suhbatim bilan, oldi bilan, bir tashkilot mansubi bo'lib suhbatim bilan inshaalloh men mushu vazifada o'zimninki bir kishilik, bir tashkilotlik vazifamni to'liq qoldirishga avval o'zimga va'da berishim kerak. Xo'sh. O'zimning qalbida bu va'damni o'zim amal qilishim kerak. Amal qilgan yo'limda fidokorligimni ko'rsatishim kerak. Fidokorlik ko'rsatgan bu amaliyatim orqali
Netice çıkamda çıkmamda degenini ölçüşüm gerek. Yani ben üzemden başlap berim. Kalan kırındaş teşkilatlı olsun, çoğun sahada hizmet kılıvatkan taraflar olsun, hemmisiga o'xshashlan mushu taklifni sunaman. Bugun mushu so'zimiz mishada chiqqan ekan, albatta buning ijro e'tibor deb deyman. Men ko'p narsani hozirdan deyish orqali cho'ng narsani va'da qilmayman. Ammo lekin bir misolni beraman. Suvda yurgan bir kemaning misolini beraman. Kemaning haqlarini ko'rgan qismi eng yengil qismi qarindishim. Eng yengil qismini haqlar ko'rdi. Ya'ni bayroq esilgan, tipik odamlar huzurinib naqsh musiqa anglatgan qismini ko'rdi. Ammo kimini so'rayotgan qismi suvning ostida mangadi. Mana bu qism uchun men shunlashqa kimining ostiga kirmayman. Kimining tepsida kimning borligini o'tirib qo'ydim. Endi kimining ostidagi bu kuchni motorni, ya'ni bir 4 silindrli motorni qanday qilib 12 silindrli motorga aylantiramiz degan ya'ni haqqa tashladik. Xo'sh. Endi qolgan qismi bizningki bayatin degan 4 nuqta. Shurikimizga bergan ahdimiz, amaliyatimiz, fidokorligimiz orqali qo'lga kelgan natijaning realligi nuqtasidan inshaalloh shu xizmatlarni boshlab ketsak degan bilan Müşavvalni müşahede to'xtadim. Allah razı olsun. Ko'p rahmat, Allah razı olsun. To'xtalaymiz albatta.